Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Farosat yarim karomat. Farosat lug'atda fahmlash, o'tkir aql kabi ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun ham xalqimizda farosat yarim karomat degan hikmatli so'z bor. Tuhfatul Aoli kitobida farosat turlarga ajratilib sharhlangan. Birinchisi, Imoniy farosat. Imoniy farosat banda qalbiga solgan Alloh taoloning nuri bo'lib, qalbni cho'lg'ab oladigan idrokdan iborat bo'ladi. Ushbu farosat iymon quvvatiga ko'ra turlicha bo'lib, iymon qanchalik kuchli bo'lsa, farosat ham shuncha o'tkir bo'ladi. Ikkinchisi, riyoziy farosat. Riyoziy farosat to'yib taom yemaslik, bedorlik va o'zini xilvatga olib yolg'iz bo'lish kabi ishlar bilan hosil bo'ladi. Mazkur ishlarni qilish natijasida kishida farosat va atrofdagi narsalarning haqiqatini anglash to'g'risidagi ma'lum bir tushunchalar yuzaga keladi. Ushbu farosat faqatgina mo'min kishiga xos emas, balki mazkur riyozatlarni chekkan kofir kishida ham hosil bo'lishi mumkin. Chunki bu farosat iymonga ham, valilikka ham dalolat qilmaydi. Shuningdek, faqatgina haqiqatni ham, doim to'g'ri yo'lni ham ko'rsatib bermaydi. Uchinchisi, xalqiy farosat. Xalqiy farosat Alloh taoloning hikmati taqozo qilgan bog'liqliklardan xulosa chiqarish iste'dodi bo'lib, mazkur bog'liqliklarni to'g'ri ilg'ay olgan kishilarda hosil bo'ladi. Karomat tushunchasining g'ayrioddiy ishlarga qo'llanilishi haqida quyidagi so'zlar aytilgan. Karomatning g'ayrioddiy ishlarga nisbatan qo'llanishi majoziydir. Zero Alloh taolo ana shunday g'ayrioddiy ishlarni taqvodor mo'min uchun izzat ikrom sifatida zohir qiladi. Karomatning zohir bo'lish hikmati esa valining dunyoda zuhdga bo'lgan azmi qarorini kuchaytirish hamda uni nafsu havo chaqiriqlaridan ajratishdir. Ushbu ta'riflardan ko'rinib turibdiki, valilar Alloh taoloning do'stlari bo'ladilar. Ular tarafidan sodir bo'lgan g'ayri oddiy ishlar Alloh taoloning ularga bergan in'omi bo'ladi. Ular bu mukofotlarga shariat hukmlarini yaxshi biladigan va ularga qat'iy amal qiladigan olim bo'lganlari sababli erishganlar. Chunki shariat ahkomlarini yaxshi tushunmaslik va tushunishga jiddiy harakat qilmaslik Alloh taoloning do'stlari sha'niga to'g'ri kelmaydi. Qolaversa, jaholat bilan qilingan amallarda shariat ko'rsatmalaridan chiqib ketish ko'p uchraydi. Shariat ko'rsatmalariga nomuvofiq holatda riyozat chekish esa toat bo'lmaydi. Toat deganda agarchi tavsiya ma'nosida bo'lsa ham buyurilgan ishlarni bajarish va agarchi makruh bo'lsa ham qaytarilgan ishlardan saqlanish tushuniladi. Shunga ko'ra, qarzni egasiga qaytarish, xotiniga va qarindoshlariga infoq qilish kabi ishlar Alloh taologa toat qilish hisoblanadi. Ammo ibodat so'zi bo'yinsinishning eng oliy darajasiga nisbatan ishlatiladi. Shunga ko'ra, Alloh taoloning buyruqlariga eng oliy darajada bo'yinsinishga ibodat so'zi ishlatilsa, Alloh taoloning buyrug'iga muvofiq ish tutishga ham yoki o'zidan martabasi yuqori biror insonning buyrug'iga muvofiq ish tutishga nisbatan ham toat so'zi ishlatilaveradi. So'fi Allohyor bobomizni Alloh rahmat qilsin, bu masalani ikki og'iz so'z bilan qalbga naqshlab qo'yganlar. Shariat hukmidan tashqi riyozat emas toat, kabohattur kabohat. Ya'ni qilinayotgan ishlar qanchalik mashaqqat bilan qilingan bo'lmasin, shariatga to'g'ri kelmasa ibodat sanalmaydi, balki bema'ni xatti harakatlar bo'ladi. Toat ibodat uchun avvalo shariat hukmini o'rganish lozim.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.